Bir juda ham hasadgo'y talaba bo'lar edi. U talaba bir joyga ishga kirdi hamda u yerda ishlaydigan bir kishiga juda ham hasad qilar edi. Shunaqangi hasad qilar ediki, ta'riflashga til ojiz. U bola xuddi o'sha kishidek aqlli, zukko bo'lishni istar edi. Kunlarning birida yigitcha uyga qaytayotganida sigaret tutashtirayotgan edi. Qandaydir bir kishi keldi. U kishi ustiga yopinchiq tashlab olgan edi. Menimcha u qariya edi. Qariya unga gapira boshladi. "Sen eng yaxshi tilagingni ayt, men amalga oshiraman", deya kulib qo'ydi. "Sen qarigan chol qanday qilib mening tilagimni amalga oshirasan-a?" deya ustidan kuldi. Yigitcha qariyaning gaplarini hazilga olib, "Men dunyodagi eng aqlli inson bo'lishni istayman", deya ketdi. Qariya tilaklar qutisi gugurtni chaqnatdi. Yigitcha uyga borib uxladi hamda tungi 12lar atrofi uyg'onib, oynaga qaradi. Dahshat! U o'zidagi o'zgarishni ko'rdi. Uning miyasi juda ham katta bo'lib ketgan edi. U juda ham o'zini yomon his qilar edi. 3 kun ishga bormadi. Yigitchaning miyasi borgan sari dahshatli darajada kattayib ketar edi. Uning boshi kattalashgandan so'ng hatto divandan boshini ham ko'tara olmay qoldi. U juda ham achinarli holatda edi. Oradan kunlar o'tdi hamda u dunyodagi eng aqlli inson bo'ldi. U yotgan joyda miyasi yorilib vafot etdi.